Keling, eng og'riqli savoldan boshlayman. So'mni tashlab yuboramizmi? Yevroga o'tamizmi? Pul islohoti bo'ladimi? Qo'limdagi so'm ertaga qadrsiz qog'ozga aylanib qolmaydimi? Bugun shu mavzu har bir oila, har bir tadbirkor, har bir ish haq oladigan odam, chet eldan pul jo'natmasi kutadiganlar va jamg'armasi bor fuqarolar uchun juda muhim. Chunki pul haqidagi noto'g'ri xabar odamni bir kunda noto'g'ri qaror qabul qilishga majbur qiladi. Kimdir shoshilib dollar yoki yevro sotib oladi, kimdir omonatni yechadi, kimdir kredit olishga shoshiladi. Shuning uchun men bugun bu masalani mutaxassis sifatida oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Olib berilmagan videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing, chunki bunday moliyaviy mavzularda xabarni kech bilish ba'zan pul yo'qotish degani. Avvalo asosiy gap pul islohoti deganda odamlar ko'pincha ikki narsani aralashtirib yuboradi. Birinchisi denominatsiya, ya'ni puldan nollarni qisqartirish. Masalan, 10 ming so'm o'rniga yangi hisobda 10 so'm bo'lishi mumkin. Bu pulning qiymati o'zgaradi degani emas, faqat hisob-kitob qulaylashadi. Ikkinchisi esa valyutani almashtirish, ya'ni mamlakat o'z milliy pulidan voz kechib boshqa valyutaga o'tishi. Masalan, yevro yoki dollarni asosiy to'lov vositasi qilish. Mana shu ikki jarayon mutlaqo boshqa narsalar. Oldin qanday edi? O'zbekiston iqtisodiyotida so'm milliy valyuta sifatida ishlatiladi. Do'konlarda narxlar so'mda, ish haqi so'mda, soliqlar so'mda, kreditlar asosan so'mda yuritiladi. Valyuta kursi esa bozor talab va taklifiga qarab o'zgaradi. Ya'ni dollar yoki yevro ko'tarilishi, tushishi mumkin. Ammo bu avtomatik ravishda so'm bekor bo'ladi degani emas. So'mning qadri inflyatsiya, import, eksport, budjet xarajatlari, bank tizimi, aholining ishonchi va tashqi iqtisodiy vaziyatga bog'liq. Endi nima o'zgardi? Oxirgi vaqtlarda yevro, dollar, rubl kurslari atrofida gap so'z ko'paydi. Ayrimlar Markaziy bank yevro haqida bayonot berdi. Demak, hamma narsa o'zgaradi deb vahima tarqatadi. Aslida Markaziy bankning valyuta haqidagi bayonotlari odatda bir necha maqsadga xizmat qiladi. Aholiga valyuta bozoridagi vaziyatni tushuntirish, banklarda valyuta operatsiyalari tartibini eslatish, soxta xabarlar va noqonuniy ayirboshlashdan ogohlantirish yoki xalqaro moliyaviy holat haqida izoh berish. Bu bayonotning o'zi ertadan so'ng yo'qoladi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Tizimdagi katta islohot yashirincha bir kechada Telegramdagi mish bilan boshlanmaydi. Bunday qarorlar, qonunlar, rasmiy hujjatlar, muddatlar, banklar, kassa tizimi va butun iqtisodiyot tayyorgarligi orqali amalga oshiriladi. Endi odamlar nimadan qo'rqyapti? Birinchi qo'rquv, so'm qadrsizlanadi. Shuning uchun hammasini yevroga aylantirish kerak. Ikkinchi qo'rquv, bankdagi pulimni olishim kerak. Keyin bermay qo'yishadi. Uchinchi qo'rquv, yevro eng barqaror. Demak, faqat yevro saqlash kerak. To'rtinchi qo'rquv, agar pul islohoti bo'lsa, eski pullarim bekor bo'ladi. Mana shu qo'rquvlarning har birini alohida ko'rib chiqamiz. Birinchi masala, so'mni tashlaymizmi? Mening javobim, oddiy odam uchun so'mni butunlay tashlash mantiqsiz. Nega? Chunki sizning kundalik xarajatlaringiz so'mda. Non, benzin, kommunal to'lov, bog'cha, maktab, dorixona, bozor, ijara, soliqlar, telefon, internet, bularning hammasi so'mda. Agar siz barcha pulingizni yevroga aylantirsangiz, har safar xarajat qilish uchun yana so'mga almashtirasiz. Har bir ayirboshlashda kurs farqi bor. Masalan, bank sizdan yevroni 13.700 so'mdan sotib olib, sizga 13.900 so'mdan sotishi mumkin. Farq kichik ko'rinadi, lekin 1000 yevroda 200 ming so'm atrofida yo'qotish bo'lishi mumkin. Agar oyiga bir necha marta almashtirsangiz, bu yo'qotish ko'payadi. Ikkinchi masala, yevro saqlash kerakmi? Bu savolga hamma uchun bitta javob yo'q. Agar sizning maqsadingiz farzandingizni Yevropada o'qitish bo'lsa, yevroda jamg'arma qilish mantiqli. Masalan, siz Germaniya, Polsha, Chexiya yoki Litvaga o'qish xarajatlarini rejalashtiryapsiz. Kontrakt, viza, turar joy, sug'urta yevroda bo'lishi mumkin. Bunday holatda pulning bir qismini yevroda ushlash sizni kurs tavakkalidan himoya qiladi. Lekin agar siz Toshkentda uy ta'miri qilmoqchi bo'lsangiz, ustaga so'mda to'laysiz. Qurilish materialining katta qismi so'mda hisoblanadi. Bu holatda butun pulni yevroga aylantirish shart emas. Keling, real misol olaylik. Anvar aka 1 million so'm jamg'argan. U 3 oy ichida mashina ta'mirlash, uyga mebel olish va oilaviy xarajatlar uchun shu pulni ishlatmoqchi. Agar u pul islohoti bo'ladi deb hammasini yevroga aylantirsa, kurs ko'tarilsa foyda qilishi mumkin.
Lekin kurs tushsa yoki bank marjasini yo'qotsa, rejalashtirilgan xarajati qimmatlashadi. Anvar aka uchun eng to'g'ri yo'l yaqin 3 oylik xarajatni so'mda qoldirish. Ortiqcha zaxirani esa bo'lib saqlash. Bir qismi so'm, bir qismi dollar yoki yevro. Bu moliyaviy savodxonlikda diversifikatsiya deyiladi. Ya'ni hamma tuxumni bitta savatga solmaslik. Yana bir misol. Madina opaning o'g'li Italiyada o'qimoqchi. 1 yildan keyin 5000 yevro kerak bo'ladi. Agar Madina opa hamma pulni so'mda saqlasa, 1 yil ichida yevro kursi oshib ketsa, kontrakt uchun yetmay qolishi mumkin. Demak, uning holatida har oy ma'lum miqdorda yevro sotib olib borish yaxshi strategiya. Masalan, bir kunda 5000 yevro olish o'rniga 10 oy davomida 500 yevrodan olsa, kurs tebranishi o'rtacha bo'ladi. Bu usul shoshma-shosharlikni kamaytiradi. Uchinchi misol tadbirkorlar uchun. Siz Turkiyadan, Xitoydan yoki Yevropadan mahsulot olib kelasiz. Agar yetkazib beruvchi yevroda hisob-kitob qilsa, siz yevro kursiga qaraysiz. Agar dollarda bo'lsa, yevro siz uchun ikkinchi darajali. Ko'p tadbirkorlarning xatosi shuki, ular internetdagi yevro uchadi degan gapga ishonib, o'z import shartnomasiga aloqasi bo'lmagan valyutani sotib oladi. Natijada tovar puli dollarda kerak bo'ladi. U esa yevro ushlab o'tiradi. Keyin yevroni dollarga, dollarni so'mga aylantiradi. 3 marta kurs farqida yo'qotadi. Shuning uchun valyutani sizning majburiyatingiz qaysi valyutada bo'lsa, shunga qarab tanlang. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda katta miqdorda naqd pul saqlayotganlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki naqd pul uyda tursa, inflyatsiya yeb boradi, o'g'irlik xavfi bor, yong'in yoki yo'qotish xavfi bor. Ikkinchi guruh yaqin oylarda valyutada to'lov qiladiganlar, chet elda o'qish, davolanish, import shartnomasi, aviachipta, mehmonxona. Ular kursni oldindan rejalashtirish kerak. Uchinchi guruh qarzi valyutada. Daromadi so'mda bo'lganlar. Masalan, siz oyiga 8 million so'm topasiz, lekin qarzingiz 10 ming dollar yoki 8 ming yevro. Kurs oshsa, sizning real qarzingiz so'mda kattalashadi. Bunday odamlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Kim haddan tashqari qo'rqmasligi kerak. Agar sizning daromadingiz so'mda, xarajatingiz so'mda, jamg'armangiz kichik va yaqin muddatli bo'lsa, har kuni kursga qarab asabiylashish shart emas. Masalan, oilangizning bir oylik xarajati 6 million so'm, sizda 2 million so'm zaxira bor. Bu pulni ertaga oziq-ovqat, dori-darmon, ijara uchun ishlatasiz. Uni yevroga aylantirib qo'yish sizni boy qilib yubormaydi. Aksincha, likvidlik muammosi tug'dirishi mumkin. Pulning bir qismi doim tez ishlatish mumkin bo'lgan shaklida turishi kerak. Endi pul islohoti bo'lsa nima bo'ladi degan savolga kelamiz. Agar denominatsiya bo'lsa, bu odatda oldindan e'lon qilinadi. Eski pullar ma'lum muddat yangilarga almashtiriladi. Do'konlarda narxlar bir muddat eski va yangi hisobda ko'rsatilishi mumkin. Bank hisob raqamlaridagi pul avtomatik qayta hisoblanadi. Masalan, 10 ming yil nisbat bo'lsa, 100 million so'm 10 ming yangi so'm bo'ladi. Ammo sizning boyligingiz kamaymaydi. Agar 10 so'm bo'lgan bo'lsa, yangi hisobda 0,5 so'm yoki 5 birlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski pul bekor bo'ladi. Hozir sarflab yuborish kerak degan gap manipulyatsiya bo'lishi mumkin. Ammo denominatsiyada bitta nozik jihat bor. Odamlar narxlarni yangi hisobga moslashtirishda adashishi mumkin. Ayrim sotuvchilar baribir odam tushunmaydi deb narxini sekin ko'tarishi mumkin. Masalan, eski hisobda 12 ming so'm turgan mahsulot yangi hisobda 12 bo'lishi kerak bo'lsa, kimdir o'ldish yoki unday qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun har qanday pul islohoti davrida iste'molchi hushyor bo'lishi kerak. Eski va yangi narxni solishtirish, chek olish, narxlar sun'iy oshirilsa murojaat qilish. Yevro ham xavfsiz va abadiy o'sadigan valyuta emas. Yevropa iqtisodiyotida ham inflyatsiya bo'ladi, foiz stavkalari o'zgaradi, siyosiy qarorlar ta'sir qiladi. Yevro dollar oldida kuchayishi yoki zaiflashishi mumkin. Masalan, siz yevroni 10 ming so'mdan oldingiz, keyin yevro xalqaro bozorda dollarga nisbatan tushdi. O'zbekistonda ham kurs pasaydi. Siz yevro har doim ko'tariladi deb o'ylagan edingiz, lekin amalda vaqtincha zarar ko'rdingiz. Demak, yevro jamg'arma vositasi bo'lishi mumkin, lekin kafolatlangan foyda manbai emas. Yana bir tuzoq qora bozor va tanish valyutchik. Ba'zi odamlar bankka bormay ko'chada valyuta almashtiradi. Kurs yaxshi, tez beraman, komissiya yo'q deyishadi. Lekin xavf juda katta soxta kupyura, kam sanab berish, firibgarlik, huquqiy muammo. Ayniqsa yevro kupyuralarida turli nominal, eski va yangi seriyalar, xavfsizlik belgilarini bilmasangiz aldab ketishlar oson.
Bankda kurs biroz farq qilishi mumkin, lekin siz rasmiy chek, qonuniy operatsiya va xavfsizlik olasiz. Men har doim katta summada faqat bank yoki litsenziyalangan ayirboshlash shoxobchasidan foydalanishni tavsiya qilaman. Yana bir noaniq nuqta bank omonatlari. Odamlar so'm qadrsizlansa so'mdagi omonat yomon deydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Agar bank so'mda yillik 20% atrofida foiz taklif qilsa, inflyatsiya va kurs o'zgarishini hisoblash kerak. Masalan, siz 7 million so'mni 1 yilga qo'ydingiz va 20 million so'm foiz oldingiz. Agar shu davrda yevro 10% ga oshgan bo'lsa, so'm omonati sizga yomon natija bermagan bo'lishi mumkin. Ammo agar kurs 30% oshsa, valyutada saqlash yaxshiroq chiqqan bo'lardi. Demak, qaror hissiyot bilan emas, hisob-kitob bilan qilinadi. Valyutadagi omonat ham har doim ideal emas. Yevro omonatida foiz odatda past bo'ladi. Ba'zan yillik 1-3% atrofida bo'lishi mumkin. Siz valyutada saqlaysiz, lekin pulingiz deyarli ko'paymaydi. So'm omonatida foiz yuqori, lekin kurs tavakkali bor. Shuning uchun men ko'pincha oddiy oilalarga aralash yondashuvni maslahat beraman. Kundalik xarajat so'mda, favqulodda zaxiraning bir qismi so'mda. Uzoq muddatli jamg'armaning bir qismi valyutada. Foizlar aniq holatga qarab belgilanadi. Endi amaliy qadamlar. Birinchi qadam, vahima qilmang va rasmiy manbani tekshiring. Markaziy bankning rasmiy sayti, rasmiy Telegram kanali, tijorat banklarining rasmiy sahifalari, qonunchilik portallari mana shular asosiy manba. Amakim bankda ishlaydi, ertaga pul almashadi degan gap manba emas. Agar pul islohoti kabi katta qaror bo'lsa, u rasmiy hujjat bilan chiqadi. Ikkinchi qadam, o'zingizning pul xaritangizni yozing. Bir varaq oling va 3 ta ustun qiling. Daromadim qaysi valyutada, xarajatim qaysi valyutada, majburiyatim qaysi valyutada. Masalan, daromad so'mda, xarajat so'mda. Farzand o'qishi yevroda. Demak, sizga so'm ham kerak, yevro ham kerak. Agar daromad dollarda, xarajat so'mda bo'lsa, siz kurs tushishidan ham himoyalanishingiz kerak. Uchinchi qadam, 36 oylik favqulodda zaxira yarating. Bu pul kasallik, ish yo'qotish, ta'mir, kutilmagan safar uchun kerak. Men bu zaxirani to'liq valyutada saqlashni tavsiya qilmayman. Kamida bir oylik xarajat so'mda bo'lsin. Qolgan qism bank kartasi, omonat yoki valyuta ko'rinishida bo'lishi mumkin. Muhimi, kerak paytda tez yetib borish. 4-qadam, agar yevro kerak bo'lsa, bo'lib sotib oling. Bugun butun summani kursning eng yuqori vaqtida olish xavfli. Masalan, sizga 6 oyda 3000 yevro kerak. Har oy 500 yevrodan oling. Shu bilan siz kursni o'rtacha qilasiz. Bu usul katta xatoni kamaytiradi. 5-qadam, bankda operatsiya qilganda hujjatlarni saqlang. Pasport yoki ID karta kerak bo'lishi mumkin. Katta summa almashtirsangiz, bank sizdan pul kelib chiqishi bo'yicha savol berishi mumkin. Bu normal holat. Omonat ochsangiz shartnomani o'qing. Muddatidan oldin yetsangiz foiz saqlanadimi yoki yo'qmi? Valyutada yechish komissiyasi bormi? Karta orqali konvertatsiya kursi qanday? Chek, shartnoma, ariza nusxalarini saqlab qo'ying. 6-qadam, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, valyuta riskini shartnomada yozing. Yetkazib beruvchi bilan to'lov valyutasi, muddat, kurs sanasi. Oldindan to'lov va kechikish shartlarini aniq belgilang. Keyin kelishamiz degan ibora valyuta tebranishi paytida janjalga olib keladi. Agar import qilsangiz, yevroda sotib olib so'mda sotayotgan bo'lsangiz, narx siyosatingizda kurs zaxirasini hisoblang. 7-qadam, qarz olayotganda juda ehtiyot bo'ling. Daromadingiz so'mda bo'lsa, valyutada qarz olish xavfli. Bugun 10.000 yevro qarz sizga ma'lum so'mga teng, lekin ertaga kurs oshsa, to'lovingiz og'irlashadi. Qarz har doim daromad valyutasi bilan mos bo'lishi kerak. Agar baribir valyutada qarz olsangiz, eng yomon ssenariyni hisoblang. Kurs 10%, 20% oshishiga qancha to'laysiz? 8-qadam. Naqd pulni uyda katta summa qilib saqlamang. Agar saqlasangiz ham xavfsizlik bo'lib joylash, kupyura holati, namlik, yong'in xavfini o'ylang. Lekin eng yaxshi yo'l bank tizimidan foydalanish. Omonat karta, mobil ilova orqali siz pul harakatini ko'rasiz. Bank tanlashda faqat foizga qaramang. Ishonchlilik, xizmat, valyuta yetish imkoniyati, komissiyalarni ham tekshiring. 9-qadam, narxlarni kuzating, lekin har kuni vahima qilmang. Kurs ko'tarildi degani hamma narsa darhol qimmatlaydi degani emas. Ba'zi mahsulotlar importga bog'liq, ba'zilari mahalliy. Masalan, telefon, avtomobil ehtiyot qismi, ayrim dori-darmonlar kursga tezroq bog'liq. Non, mahalliy sabzavot. Ayrim xizmatlar esa boshqa omillarga ham bog'liq. Shuning uchun oilaviy budjetda qaysi xarajatlar valyutaga sezganligini ajrating. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
Pul islohoti haqidagi mish-mish paytida eski pulni yangi pulga almashtirib beraman. Yevroni bankdan arzon topib beraman. Maxfiy kurs bor. Faqat bugun imkoniyat degan takliflar ko'payadi. Haqiqiy moliya tizimida maxfiy mo'jiza bo'lmaydi. Agar taklif juda shirin eshitilsa, xavf ham shuncha katta. Endi eng muhim xulosani aytaman. So'mni tashlash kerak emas. So'm O'zbekistonda asosiy to'lov vositasi bo'lib qoladi. Kundalik hayotimiz u bilan bog'liq. Yevrodan qo'rqish ham, yevroga sig'inish ham kerak emas. Yevro vosita. Sizning maqsadingizga mos kelsa ishlating. Chet elda o'qish, davolanish, import, safar uchun yevro kerak bo'lsa, reja bilan oling. Kundalik xarajatlar uchun so'm kerak bo'lsa, so'mni saqlang. Eng aqlli yo'l pulni maqsad, muddat va xavfga qarab taqsimlash. Markaziy bankning har qanday bayonotini sensatsiya deb emas, signal deb qabul qilish kerak. Signal shuki, moliyaviy savodxon bo'ling, rasmiy ma'lumotga qarang, valyuta operatsiyalarini qonuniy qiling, shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilmang. Pulni asrashning eng kuchli usuli bitta valyutani tanlash emas, balki aniq reja. Hisob kitob zaxir va tartibdir. Agar sizda hozir 1 million, 2 million yoki 2 million so'm jamg'arma bo'lsa, birinchi savol qaysi valyutaga o'tkazay emas. Bu pul menga qachon va nima uchun kerak bo'lishi kerak. Bir oy ichida kerak bo'lsa, so'mda ushlash mantiqli. Bir yil ichida Yevropaga to'lov bo'lsa, yevro ulushini oshirish mumkin. Uzoq muddatli jamg'arma bo'lsa, so'm, dollar, yevro va ehtimol boshqa aktivlar o'rtasida bo'lish haqida o'ylash kerak. Bugungi mavzuda eng katta xato vahima. Ikkinchi katta xato barcha pulni bitta valyutaga tikish. Uchinchi xato rasmiy manbani tekshirmasdan qaror qilish. Men sizga shuni tavsiya qilaman. Bugun kechqurun oilaviy budjetingizni ko'rib chiqing. Yaqin 3 oylik xarajatni yozing. Valyutada to'lovlaringiz bormi aniqlang. Bankdagi shartlaringizni tekshiring va shundan keyin qaror qabul qiling. Siz nima deb o'ylaysiz? Hozirgi sharoitda pulni so'mda saqlagan ma'qulmi? Yevrodami yoki aralash usuldami? Kommentariyada yozing. Men sizlarning holatingizni ko'rib, keyingi videolarda alohida misollar bilan tushuntirib beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pul haqidagi to'g'ri qaror bugun qabul qilinsa, ertangi katta yo'qotishning oldi olinadi.